Bugun sizlarga 2 tonnalik havo bilan aralashadigan o'g'it bochkamizni qay tarzda ishlashini birma-bir ko'rsatib boramiz. Ushbu o'g'it bochkamizning eng birinchi suv kirish joyi hisoblanadi. Suv kirish joyi xuddi shunday joydan kiriladi. Bu yerda o'zining maxsus kranlarni ochib yopish uchun qo'yilgan, ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar sizda bu tomondan suvni to'ldirish imkoniyati bo'lmasa, bochkaning og'iz tomonidan suvni to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi qismi esa suv chiqish joyi, ya'ni dala maydoniga tayyorlangan o'g'itlash dorilarini dala maydoniga yo'naltirish qismi hisoblanadi. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerdan o'zining maxsus nasoslarni qo'yganmiz. Nasos orqali dala maydoniga xuddi shu yerdan suv chiqib ketiladi. Ushbu o'g'it bochkamizning yana bir afzallik tarafi shundaki, siz 220 volt tokda ham bemalol ishlata olasiz. Xo'p, havo nasosini va chiqish nasosini ishlash tarzini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Krani qo'yilgan, havoni qo'yaverish uchun, xudo xolasa, xuddi shunday tarzda kran ochiladi. Aralashgan tayyor holatdagi dori ko'rib turishingiz mumkin, xuddi shu yerdan chiqib ketadi. Havo orqali aralashmoqda. Ushbu havo bilan aralashtiriluvchi o'g'it bochkamizni biz yana bir katta parchadagi qismini, xudo xolasa, Qozog'istonga eksport qilish jarayonida turibmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Kimga agar xuddi shunday sifatli, tomchilatib va yong'inlatib sug'orish uskunalari kerak bo'lsa, bemalol Turobras korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.